Uxlamaysiz ko'rsatuvda ham mehmonlarimiz Ertaga. kelishadi. Endi Marjon aka, sizni bir o'tgan safar opam bilan birgalikda ko'rishganmiz sizlar bilan. Bundan ham bir 2 yil bo'ldi shekilli, adashmasam. Keldik. Mana yana ko'rishib turibmiz. Xudoga beradi. O'zingizda ijodingizda nima gaplar, nima yangiliklar? Biz endi ko'proq avtorskiy deb qoldi. Hozirgi zamonda shunaqa bo'lib qoldi. Biz endi shu yangi qo'shiqlardan ijrodamiz. Bir Ravshan akam biz o'zimizda ishlaydi shu odam. Shuni bir qo'shiqlardan O'shdan salom degan bir qo'shig'imizni qilib kelganmiz. Bundan burun sog'indim deb bir qo'shiq qilgan edik, uni aytgan edik. Endi hozirgi zamonda shunaqa o'zingniki bo'lsa yaxshi ekan-da. O'zingni qo'shig'ing bo'lsa, shu hamma eshitsa ham bir yangilik singari bo'lar ekanda. Biron qo'shiqni aytib qo'ysangiz xijolat bo'lasiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Hozir aytib ham baloga qolib ketadi. Shu Rasuljon Umurzoqov degan bir ukamiz bor, O'shdan. Shu ukamiz bastakor. Shu muzikalarni ham qiladi o'zi, so'zlarini ham o'zi topib, she'rlarni undan bundan shoirlardan istab topamiz. Hozir bizga qaysi qo'shiqni ijro etdi? Men shu O'shdan salom degan bir qo'shig'imizni tayyorlab kelganmiz. O'shdan salom. Bitta eshitaylik shundan. Inshaalloh. Hurmatli azizlar, hozir Marjon akamizdan ana shu teatrning ajoyib aktyorlaridan biri, san'atkorimiz, hofizimiz Marjon akamizning shu O'shdan salom qo'shig'ini ijro etib beradi va biz tinglaymiz. Marjon aka, marhamat. Sahnamiz sizga muntazir. Marhamat. Mehirli